Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rülmənləri. Tor televiziyasining söhbət programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Gollandiyada yaşayotgan Alim Turdi efendim bilan söhbət elib barmoqchi. Alim efendim, kanalımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tor televiziya söhbət programmamızga qadam təşrif qılğınızda qızğın qarşı alamiz. Aldı bilan özünüzü tanıştırıp ötsiniz. Özümü tanıştırıp ötsem, ismim Alimcan. Ben vətənimdən 2013 çıxqan. 2013 çıxıb 2021 yılға yaşadım. Ondan keyin Gollandiyaga kelgan. Vətənimdən çıxqan yoqqa vətənga qaytib baxmadım. Hozirmish Gollandiyada yaşayaptım. Avrupa ve dünyanın her qaysı dövlətlərdə yaşayotgan Uyğurlarning vətənə beriş üçün Xitayning ta'tir təşviqatıga ergişib ketib berişi qandaq qaraysınız? Sözləb bergan bolsanız. Avropanın ve dünyanın her qaysı yerlerdeki qarindoshlarimizniki Xitayning ta'tir təşviqatıga ergişib ketib qolgandiki xabarlari kun-kuniga har yerdan masalan TikTok bilan Xitoy təşviqatı qoraldırılmış dünyaya yayıladı. Şu arqılıq bilyapmiz. Mesela bu Uyg'urlarning vatan kelayotganligini biz asosan normalda o'zimizniki hayotida bilmaymiz. Shu Xitoylar o'zlari shu Uyg'urlarniki shundoq yaxshi boy-boyashib yashayotganligiga va vatanda bo'lgan chet elliklar Uyg'urlarning kelib ketib yaxshi yashayotganligini dunyoga ve dünyadaki şu Xitoyga qarshi Xitoyning soykırımını qo'l qilgan davlatlarga qarshi ishlatish uchun bizniki Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda vatanga chaqirib, chet ellik Xitoy konsullariga chaqirib, viza berib bularni ishlarga ko'z tutish uchun va yoki şu başka Müslüman ve bizim Türk qarindoshlarimiz, O'rta Osiyolik qarindoshlarimizningki ki devletlerge ko'z tutish uchun biz Uyg'urlarning shu tor dunyosi degandek biz unda nim qilmadik, kamplarni qurmadik, Uyg'urlarni soykırım qilmadik deganni shularni ishontirish uchun shunday bir tuzaklarni qurib Uyg'urlarni aldab ketyapti. Bunun arasında ketayotganlarning ba'zilari bilib ketayotganlar bor. Ba'zilari shaxsiy manfaat uchun o'ziniki urug' tuqqan ota-onasini bir qatam ko'rib olsam, o'zi xush bo'lgan, undan boshqa nurg'un kamplarda shahid qilingan, kamplarda irchoqisi o'ltirib etilgan nurg'un qarindoshlarimizniki dunyoda hozir Xitoyniki yuziga shapaloq ashina orqali shapaloq urayotganligini bilmay bilib turib ketayotganligini aytib bir xatarli bir ahvol bu. Shuning uchun bu hozirgi bu ahvolimizni hamda qarindoshlarimizni qilsak chet eldagi ba'zi shunday ketayotgan yoki ketmoqchi bormoqchi bo'lgan tayyorlik qilgan qarindoshlarimizni gapirsak bularniki asosi deydigan banasi u yerning qarab qo'rqitib qoldirib tursa, ota-ona tursa, u tursa, bu tursa deb manasi ko'rsatdi. Masalan, bu chet elda men bu 10 yil qolibdi vatandan chiqqili. Aloqam uzilgili 7 yil bo'ldi. 7 yilning yoqida telefon aloqa qilolmayotgan mezgilda endi bu qarindoshlarimiz ishda ketyapti. Endi bu qarindoshlarimiz buni desak, bizim işte urug' tuqqanlarimizni ko'ngli bu deb banasi qildiki. Demak, shu bizning ota-onamiz bor, urug' tuqqanlarimiz bor va shu da'vo qilayotgan chet elda nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ashlarning urug' tuqqan ota-onalari bor, masalan shu kamp shohidlarining shayda tug'ilib cho'ng bo'lgan qarindoshlari, farzandlari, oilasi bütün shaydagi hayatı boyunca yaşayan hamma narsa şeyler qoldi ashlar. Ashlar qaramasdan guvohlik berib dunyoga
Xitoyning rezilligini oshkorlaganlik uchun Xitoy hozir tipirlab shu ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda deganidek ba'zilarini bilib turib, ba'zileri bilmay shunday ketyotidi. Bu nihoyat bir ig'ir xatolik deb qarayman. Bu Uyg'ur millatiga qilgan bir ihanat. O'tganda bir Turkiyada bizniki Abdulaziz doktor ustozimiz fatvo chiqardi bu to'g'riliq. Buni men chiqarmadim, bir diniy olim Qur'ondagi hadisni chiqardi. Masalan, Xitoyniki hozir qilayotgan tashviqotiga bilsin va bilmasin, bilmaydi degan ish yo'q, biladi hammasi. Xitoyning tashviqotiga yoki Xitoyniki nimasiga ekmikli yog' surganlik deb qo'yamiz. Ham shundoq bu Xitoyniki shu tashviqotlarga destek bo'lib, aqlning hammasi bir xoin, munofiq deb hamda shundoq bir nim chiqardi, fatvo chiqardi. Buni men demedim, Qur'ondagi hadisni Qur'ondan keltirib fatvo chiqardi. Demak, endi bu qarindoshimiz o'zi bilib bilmaymi shundoq yo'llarga ketib qolganligi nihoyat ig'ir bir xatolikni ko'rib turibmiz. Xitoy bu təşviqat arqılıq zada nemiga erişməkçi? Vətənki işini içivatqan qiyafətə kirib Uyğur qırğınçılığını davamlaşdırıvatqan Xitoy hazır nemişqi bu təşviqatni işləvatıdı? Yani bunun arqa görünüşü nima? Xitoy bu nemiga erişməkçi desangiz, bu Xitoy bu təşviqat arqılıq hazır vətəndə chet ellik muxbirlar bo'lsin va yoki musulmon davlatlardan, arab ellerden, Türk dünyasından ziyoratga chaqirib Uyg'urlarni hozir tor dunyosi ko'rayotgandek unday ish yo'q. Sizlar shekil ko'rsanglar chet elliklar kelib ota-onasini ko'rib, urug' tuqqanlarini ko'rib ketyotidi. Bu yerda yashayotgan qarindoshlarimiz nihoyat erkin, rahat yashayotidi. İbadetlerini joyida qilyotidi, ishlari joyida qilyotidi degan bu tashviqotni aşağıya ko'z tutish uchun, bir sahna hazırlash uchun, onun uchun bir masalan necha kundan oldida bir 2-3 kun bo'ldi. Shu Dunyo islom tashkiloti Badi Xitoyga berib aşağıda bir videoni ko'rdim. Videoda shu vatandagi bizniki so'zda Xitoyning tili bo'yicha terrorchilarni tutgan, terrorchilarning partlatgan, terrorchilarni tutgan qurolları degan yerlarni muzeyxonaga akirib, o'shalarni ziyorat qildirib, biz shundaqlarga zarba berdik. Ammo normal insonlar o'zining hayotini shunday yaxshi yashayapti. Chet eldagi masalan tor dunyosida ko'rilayotgan Uyg'urlarning vatan kelib ketish ishlari va yoki vatandagi masjidlar va yoki tijoratchilar, har xil har tipdagi odamlar o'zining hayotlarini normal yashayotdi deganni chet ellik shu Xitoyga setilgan ba'zi musulmon davlatlarga ko'z tutish uchun undan keyin Amerikadagi va yoki Yevropadagi davlatlar Xitoyga qarshi inson haqlari tarafidan kirib, Xitoyningki qilmishlarini xato ekanligini, Xitoyning xato yo'l ketayotganligini davomli izchil ta'kidlab turganini bu nimalarga ko'z tutish uchun shu arab davlatlardagilarga bizningki bu Uyg'urlarga hech qanday bir zarar qiladigan ishlarni qilmadik. Biz yaxshi Uyg'urlarni yaxshi yashayapmiz, ammo bu Yevropa, Amerika davlatlari bizga faqat shu Xitoyningki bizningki yuksalishib ketishimizdan ansirab, shundan bizga har xil tarafdan shular zarba beryapti deganni ko'zir qilib, Uyg'urlarni ash shaklda ko'zda bashada vatandagi har xil tashviqotlarni olib beryapti hozir. Buni tor dunyosida ko'rib turyapmiz. Shuning uchun bu Xitoy shu musulmon davlatlar, Türk davlatlarini bizning qarindoshlarimizni aldash uchun shularningki azroq bir iqtisodiy yordam qilib qo'yiblar. Anındagi yolg'on sahnalarni yasab,
anda dünyadaki Müslümanlarga, bizning Müslümanlarning diniga hech qanday ishqimni teşvik qilish uchun shu harakatni qo'llanib hozir shunga foydalanmoqchi Xitoy. Sizce Xitoyning ta'tir tashviqotiga aldanıp ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Menimcha bu Xitoyning ta'tir tashviqoti oldingi to'plam qarindoshlarimiz oz sondagisi endi bu oldin ketayotgan shu oz sondagi bu insonlar ko'p sondagilar ishonmaydi bu Xitoyning bu tashviqotlariga. Az bir qismdagi qarindoshlarimiz Xitoyning tashviqotlariga bilib va yoki bilmay oldin ketyapti. Qanday desangiz bu masalan ba'zilari ashadagi urug' tuqqanlarni ota-onasini bir qatim bir ko'rib kelib olish orzusi bilan bordi, ammo Xitoy uningdan qanchalik foydalanib ketganligini, Xitoy dunyoga qanchalik bir rasmiy qilib ko'rsatganligini az bir qism bilgan bo'lsa-mu, yine bilmagan kishi olib berib o'shaga beryotdi. Undan kishilar endi bir shaxsiyatchi deb qarayman men endi. Shaxsiyatchi bir umumyuzlik bir Sharq Turkistonda bir millatni yo'q qilish niyati bilan ketayotgan bir Xitoyga endi o'zining shaxsiy manfaatini deb butun 35 milyon xalqning irodasi bilan bir o'ynashganlar deb qarayman men endi. Bu qarindoshlarimizniki Türkiye'de veya Avrupa, Amerika her devletlerde nazırmış olduğunu görüşmüşse manga tayyorlik qilayotgan veya ki berib kelganini ko'rib o'sha Tuyungdan Xitoyda tashviq qilib tarqatgan videosidan ko'ralayotganmiz. Shu videoda chiqib turdi mana. Shu videoda bir rasm tushunsak bo'ldi. Endi vatanga necha vaqtning yoqi, necha yilning 3-4 yil, 5 yil, 6 yilning yoqi hech kimni bag'izmay, chiqarmay, kirgizmay qilayotgan bu Xitoy hozir tuyuqsizlar Uyg'urlarni voy siyosatni yaxshiladik, kelinglar deb bir dasturxon hazırlagan dasturxonlarga ketayotgan bir qism Uyg'ur endi aldandımı ki desek ama bir şey normal hayatını şundak yaxshi yaşab etib aldanma yaşayotgan insanlar ama Xitoyga kelgan vaqtida o'zining shaxsiy manfaat o'zininki shaxsiyatchiligidan oldin ketib olgan bir qism qarindoshlarimiz bor. Bularni qanday atusimiz deganda hamda bu qarindoshlarimizni hozir sharoitda hech kim to'solmaydigandek turdi. Qanday desangiz hozir hamda vatan degan hamda shundoq hammamizning bag'risi bor. Hammamizning hozir mening bag'rim bor, sizning bag'ringiz bor, butun millatniki bag'risi bor. Anda bo'lgandan keyin bu qarindoshlarimiz vatanga berib olib, bir qatim vatanga berib kelib olganman o. Voy ota-onamni ko'rib kelib olganman o deb shu maqsadda ama şu maqsadda bordi, lekin o'zining qanchalik oldin ketib qolganligini va yoki Xitoyniki ta'tir tashviqotiga moslashib ketib qolganligini bilib bilmay ketayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bu qarindoshlarimizni tutishimiz menimcha tashlab qarayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan olim efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat, men sizga rahmat aytaman. Alloh emanet.